Bu ikani ham o'zi qilayotgan bu odam. Yo Alloh, aka. Qarindoshlar, Bo'ldi. reklama pulni sal kuchaytiringlar. Bu kishiga salgina reklama. Moshina almashtiringlar, yangilaylik ishga. Nima nasib bo'lsa? Traversimi? Yo, men niyatim Li olish. Li Ha. Powerbankmi? Короче, tarakamni nimada chiqib qolish kerak-da, mana kafedan. Keyin Menimcha shu biza kelganimizdan keyin shuncha narsalar ko'rib qoldingiz-da mashinangizni. ha, men bular kim bilmayman, kimdagi turibdi-da. Inson kuchli bo'lishi uchun nimani yo'qotish kerak? Inson kuchli bo'lish uchun hech narsa yo'qotish shart emas, pulsiz qolish kerak. Pulsiz qolgan payti yo inson yo'q bo'lib ketadi, yo kuchli bo'ladi. Pul izlashi yo'q bo'lsa, ha, endi nima deydi? Kuchli bo'lish uchun avvalambor iroda kuchli bo'lish kerak. Kimdir misol uchun hayotni o'zi qiynab qo'ysa, kimdir o'sha etapdan o'ta oladi, kimdir o'ta olmaydi-da. Achki menimcha shu seriyozli bo'lsa kerak, ish bo'lgansiz achki. Arzon 150 ming so'm. 150 ming so'm dalaga to'laysiz. 150 ming so'm mikroyonda. Mikroyonda? Ha. Mikroyonda 150 ming so'mlik achki sotadi. Bor ekan, ha. Eng arzonini oldimda. O'sha ham savdolashib, ha? Ha, polni. 170 mingdan 150 ming. Achkini oyilish uchun reklama qilib ham berdingizmi menimcha? Yo'q. Qarindoshlar kanaliga podpiska bosinglar, like bosinglar, podpishka qilinglar, o'zimiz bashalar, o'zimiz samarqandliklar, let's go bilan sizlarni aktivlaysiz. Qarindoshlarga podpishka. Og'aynilar. Men musulmonman aka. Bu mana bunda komplekt bu. Achki ko'rdik-ku bu. Ha, shu uchov bitta komplekt. Taka, valab ko'y. Men bunday qilib turaman endi men. Ha, taka, valab ko'y. odamlar sizdan nimani kutadi, siz lekin bera olmaysiz. Odamlar mendan ko'proq vaqt ajratishimni kutadi. Xotinim, oilam. Bu narsani juda kam beraman. Ikkita video sotib olamiz sizdan. Короче, birinchisida tarakan chiqdi, tudasdan довольно bo'lishingiz kerak. Ikkinchisida уже yaxshi bo'libdi, ayblarni tan olibdi. PR короче. Siz nima hayajonlanyapsiz aka? Nima deb o'ylavdingiz? Aka, men uylanganimdan ham hayajonlanmaganman. O'ylanganda ajab. Yo'q. Qarindoshlar so'zni ishlatib, bir ikki og'iz gap gapirishingiz kerak. Qarindoshlar o'zi mening yaxshi ko'rgan gapim. Qarindoshlarimni yaxshi ko'raman. Titramon, ko'p bosh og'riydi. Qarindoshlar qachon yig'ilamiz, qachon gashtak? Biz qarindoshlarim faqat gashtak qiladi, men bora olmayman. Birontasiga boraman xudo xolasa. Chunki menga mos bo'lmagan vaqtda kechqurunda hayotim o'zi. Men ishim. Ular kechqurun o'tiraman, kechqurun borishim qiyin. Juda aktivni qarindoshman. Sochetda. Lekin borib turaman, ko'p boraman. Hamma joyda 0.5 bakalashka men nima qilasiz? Dollar suv ichamiz, tolka. Suv ichasiz? Tolka. Tashlab olmaymiz, ekologiyamiz buzmaymiz. Bakalashka. Ham bo'ldi. Skotchlar, nimadirlar. Mana bu. Qarindoshlar kanaliga podpiska bosinglar, like bosinglar, podpishka qilinglar, o'zimiz bashalar, o'zimiz samarqandliklar, let's go bilan sizlarni aktivlaysiz. Qarindoshlarga podpishka. Og'aynilar. Aka, pul mulla yo'qdimi? Pul maqsini kam bo'ladi. Sezon kelmagan. Kichkina dollar ko'tarib yuradi, lekin pul yo'qdi.